Bismillah. Xo'p, yozishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun avtolayoutlar haqida gaplashamiz. Ya'ni anchadan beri gaplashishni niyat qilib yurdik bu mavzuda. Xo'p, bugungi mavzu demak avtolayoutlar. Avtolayoutlar bu juda yaxshi, ya'ni ishimizni bir mazmunda katta miqdorda osonlashtiradigan narsa. Boshida qiyin ko'rinishi mumkin, boshida tushunarsizdek ko'rinadi, lekin aslida uni yaxshi o'rganib keyin juda ham katta foyda beradi bizga. Xo'p, avtolayout qanaqa vazifalarni bajaradi? Mana aytaylik, bitta icon, bitta text bor. Biz mana shundan button yasamoqchimiz. Tugma. Ikkalasini belgilayman-da. Shift bilan ani bosaman. Windowsda bu. Macda option bilan ani bosalar. Avtolayout qo'shildi mana. Frame, bunaqa oddiy framedan farqi bunaqa ikkita ustuncha bo'ladi. Bu tomonda ba'zi bir funksiyalar qo'shilgan bo'ladi unga. Ya'ni ba'zi bir joylar. Xo'p, birinchilardan ko'rib chiqamiz. Biz bunga fill qo'shamiz mana. Fill qo'shdimda, aytaylik, mana brendimizning rangi yoki like ekan, aytaylik qizil. Qizil qilaylik. Ichidagi tekst rangini oq qilaman. Qizilamja bir xunuk qizil bo'ldi. Mana shunaqa rang. Endi biz buni sozlashimiz mumkin, ya'ni chiroyliroq qilib, xo'p, qanaqa qilamiz buni? Padding qo'shishimiz mumkin. Padding degani 4 tomondan joy. Mana shuni bosib turib, masalan buni 16 deb bossak, 4 tomondan bir xil 16 pikseldan joy qoldiradi. Endi buni yana har bittasini individual 4 tomondan padding berishimiz mumkin. Buni masalan 2 tomondan odatda tepa bilan pastdan bir xil, ikki yondan bir xil padding beriladi. O'shanaqa holatda bunaqa yo'l tutsak bo'ladi. 16,24 deb yozsak, buni Figma manaqa holatda tarjima qiladi. Ya'ni tepadan pastdan 16, ikki yondan 24 dan. Endi har bitta tochkasiga alohida bersak ham bo'laveradi, yoki buni ochib manaqa qilib, masalan buni oshirib istaganimizcha, masalan bunday qilib bemalol o'zgartiraverish mumkin, xohlagancha. Xo'p, endi bunga masalan border ham berishimiz mumkin, bunday qilib 16 piksel qilib iOS bunday yoqib oxirigacha 12 piksel manaqa qilib border berishimiz ham mumkin. Mana tayyor nima bo'ldi. Endi ichidagi tekstni o'zgartiraversam, o'zi kengayib ketaveradi yoniga. To'rtburchak bilan, odatdagi to'rtburchaklar bilan bunaqa bo'lmasdi. Xo'p, bundan tashqari yana masalan mana bunaqa joylarda ishlasak bo'ladi. Buni bu yoqqa olib turaman. Ichidagini oq bo'ladi. Buni rangi ichidagini yo'q. Ichidagini ikkitadan rangi qora masalan. Bunday olamizda bu tomondan 24 ko'p. Shuning uchun 8 qoldiryapman yoki 16, okey. Tomondan 24 emas, aytaylik 50. Ikki tomondan 8 dan. Endi mana shunaqa holatda mana frame buni tashqarisiga qo'yib olamiz. 4 ta kopiya qildim. 4 tani hammasini ushladimda, yana bitta avtolayout oldim 4 ta ichidagini. Endi bunga fill beraman. Aytaylik bunga ham yana padding beryapman. Tepadan 8, pastdan 8 qilib bularda nomini masalan o'zgartirib chiqyapman. Like subscribe. Shunaqa bo'ladimi? Mayli. Masalan comment yoki share. Endi bunda eng kattasini nimasini oladi, uzunligini. Xo'p, 4 tani bir xil qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bunday qilib shuni ushlab tortsangiz, o'zi fixed widthga o'zgarib qoladi avtomatik ravishda. Eng kattasini nimasini olaveramiz. Bu 193 qilaman. 193. Buni ham bunday qilib 193, buni ham 193. Mana 4 ta teng bo'ldi. Orasidagi ikkinchisi bu mana bu narsa, bu joyda turgan narsa, o'sha avtolayout ichidagi child elementlarni orasidagi masofa. Bu joylashuv, ya'ni hozir bunday qilsam bu tomonga qo'yib qoladi. Bu pastga. Orasidagi masofani 8 berib qo'yaman mana shunaqa qilib. Xo'p, men ikonlarni o'zgartirib chiqishim kerak. Hozir icon info ochaman. Subscribe. Masalan, plus menimcha qo'yganimiz ma'qul. Plusni bosdim. Oho, katta bo'lib ketdi. 24. Keyingisi share. Bu
Keyingisi comment. Tak. Qaysi birini olamiz? Delik mana shu. Katta qo'radi ular. 24 okey. Hammasini ushlayman. Alt bilan S bosib pastga olib kelib olaman-da. Orasidagi masofani horizontalda 50 qo'yib, bu yoqqa kelhammang. Tak, buni Ctrl X buni ichiga olaman-da. Ctrl Shift Alt V ni bosam o'sha o'rniga paste qiladi. Va bu kommentni olaman, Ctrl X. Buni joyiga Ctrl Shift Alt V. Buni olaman. Shift bilan E ishni bosib bu tomonga qaratib olaman. Ctrl X kesib oldim bu yoqdan da. Ctrl Shift Alt V. Mana qo'ydim. Boshqa holatda yana masalan nimanidir o'chirsak, orasida ko'zni yopib qo'ysak, mana o'zi avtomatik ravishda atrofidagi nimani yopib olaveradi-da. o'n olti tomondan 8. Masalan tepasiga tekst ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Actions deyman. Buni bold qilib 24 deyman. Eng tepasiga qo'shib qo'yaman. Xo'p, bu yerdan 8 piksel qo'ygan. Bularning ichida ham o'zining joyi borligi uchun bunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Xo'p, bularni bunday qilib to'g'rilasak bo'ladi. Bularni hammasini 0 qilamizda. Bu yoqdan suramiz keyin. 8 emas, 24 qilib. Kichkina bo'lib qoldi. Okey. Mana shunaqa qilib. Endi bu bilan orasidagi masofa bir xil emas. Shuning uchun bularni hammasini bitta avtolayoutga olaman-da. Umumiy xos bu bilan buni orasida masofa 8 qolyapti. Shuni 24 qilib, mana qilib kattatirishim yoki 24 ko'p bo'lib ketar ekan 16 qilishim mumkin. Mana shunaqa qilib. Shunaqa yana nimadir qo'shmoqchi bo'lsak, bu yoqqa Ctrl D ni bosib duplicate qilib qo'shib ketaveramiz. Endi bular orasida joylashuvni ham bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Bitta tepaga ko'tarsam, buni oddiy mana strelkalar bilan tepaga tushirib, pastga tushirib, shunaqa qilib bemalol o'zgartirib ketaveraman. Mana shunaqa qilib. Oddiy, oson usuli. Hop, kesiladi bu yoqlar. Ibrohim yozyaptim. Xo'p, endi mana bunaqa dialog title yasab ko'ramiz. After layout to'liq ishlatgan holda, ya'ni to'liq after layout bilan yasalgan. Xo'p, birinchi tekst yozib olamiz. Tekstni shuni olaveraman bu yoqdan. Mana text width 600, 160% line height berilgan. Xo'p, keyingisi buttonlar bu. Ya'ni buttonlar mana maytdagi mana uni olaman-da. Shunday har nimani so'zni. Tak, buni dark qilaman, after layout beraman. Tak, necha 16 ga 32 qilaman ekan. Tak, 16,32 8 pikselni beraman-da. Rang qo'shaman bunga, masalan 6 DE ekan. Tak, DE. Xo'p, mana buni qo'yib oldimda, like emas, buni nomi cancel. Ikkinchisi bu confirm degan button. Buni rangi mana ko'k. Ichidagi tekst rangi oq. Confirm. Men bunga ozgina qo'shamiz. Ikkalasini belgilaymanda, olaman 32 oralig'idagi masofa. Tak. Ikkalasini after layoutga olaman, tekst bilan buttonlarni bu tomonga olaman. Chap tomonga taqalib turish, o'ng tomonga taqalib turish kerak. Masalan, orasidagi masofa 32 piksel. Xo'p, endi menga tepadagi bu nima kerak? Title. Tak, buni bu yoqda olaman-da. Dialog title deb yozaman. Okey. Buni after turadi. Tak, bold 30 shunaqa. 30. Tak, buni endi nima berib olaman? Buni o'ziga after layout berib olaman-da. Ikki tomonga 16 dan qilib. Buni o'ziga. Tak, bu yoqdan 0 16 shunaqa holatda. Buni dakansa tortaman tomonga. Bo'yab olaman oppoq qilib. Tak, endi ikkalasini belgilayman. Ctrl A. 32 ko'p. Masalan
8 qilaman orasidagi masofani. Endi общий bitta bunga fill berib turib 40 piksel menimcha ko'p. Tak, tepadan ko'p bo'lib ketar ekan, tepadan 16 qoldiraman. Mana shunaqa holatda. Tak, bunda qanaqa 32 ekan. Tak, 32. Buni ham o'zim yasayman, mana esdan chiqib qolganda necha chiqganim. Tak, borderni beraman. 24 piksel. Tak, mana. Endi bunga shu joyiga men mana x qo'yishim kerak. Ya'ni close buttonda masalan mana bu yoqqa olaman da kopiya qilib, shuni buni ichiga tashlayman. Mana bu holat tushib qoladi, mana shunaqa holatda bo'lib. Endi buni bu tomonga o'tkazib olishim uchun avval birinchi buni o'rtasiga olaman-da, paketda space between qilaman. Bu tomonga taqaladi mana shunaqa holatda. Bu yerdan 10 piksel qolyapti. O'shani 0 qo'rishim mumkin, 0 qilaman mana. Chekkaga taqaldi. Xo'p, endi yana bitta muammo tug'iladi. Masalan, buni nom o'zgartirganimizda, masalan, uzun qilsak, butun oshib ketib qolyapti. Xo'p, bizda wrap bo'lish kerak tekst, ya'ni nima qanchadir orasiga matematika joyiga kelgan paytda pastga ikkinchi qatordan yozilib ketishi kerak. Buni qanaqa qilaman? Buni ishlaymanda fill container qilaman. Ya'ni o'zi egallab turgan mana orasidagi masofani olaman. Hozir ikkalasining orasidagi masofa masalan 8. 8 ni ko'paytiraman, 16 qilaman. 16 pikselga joy qolganda, mana bu yerda 16 piksel joy qolganda o'sha joyda fill qilib turadi-da, kishi kelganda pastga tushib ketaveradi mana. Endi hozir mana qarab turing. Kopiya qildim. Tat yuklab ketaveradi mana. Pastga tushib ketaveradi. Mana shunaqa bo'lib. Endi hozir buni x tepada qolish kerak. Shuning uchun bunday qilib qo'ysam x tepada qoladi. O'chirib yuboraman bularni. Mana. Mana shunaqa holatda. Endi hozir mana rangi sal ochroq bo'lib qolibdi. Mana bunaqa qilib qo'ysak hammasi chotki bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni after layout bilan shunaqa narsalarni ham yasash mumkin demoqchiman. Tak, qancha qoldi o'zi? Xo'p, yana bitta narsani aytish esdan chiqibdi. Xo'p, aytib qo'yay shuni. Aytaylik, avvallari masalan bunday to'rtburchak bilan yasagan bo'lsak, buttonlarni mana 56 qilib, bu yog'ini masalan 220 qilib, mana qarang, bu yerga ichiga tekstni olib bunday qo'yib yasagan bo'lsak, hop, hozir shunaqa holatda ikkalasini belgilab turib, shift bilan ani bossak, bo'ldi, to'rtburchakni o'zi avtomatik ravishda background deb oladi-da, shunaqa qilib after layout qilib yasab ketaveradi. Ya'ni joylashuvlarni mana bunaqa qilib bunday qilib ketaveradi ikki tomondan. Shunaqa. Xo'p, keyingi darsda komponentlar haqida gaplashamiz. Komponentlarda bu mavzuni, ya'ni after layout ham bo'ladi, baribir uning ichida yana ham aniqroq tushunib olamiz.